Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bugungi qismda biz yer osti dunyosiga boramiz. U yerda men Minecraftdagi eng g'alati oilani uchratdim. Bugun bizning ikkita maqsadimiz bor. Birinchisi uyini ichini ta'mirlashimiz kerak. Ikkinchisi olmosli zirhli kiyim yasashimiz kerak. Aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarga yoqimli tomosha tilagan holda men ikkinchi qismni boshlayman. Hozirda mendagi bo'layotgan muammo mening qornim och. Jin ursin, bir donagina nonning ushog'i ham qolmabdi. Xayriyat, ikkita olma bor ekan. Na iloj shu ham bo'ladi. Ochlikdan o'zimni qo'limni yemasam bo'ldi. Men o'ylaymanki, barcha Minecraft o'yinini boshlashdan oldin mana shunday muammoga duch keladi. Mana bu kakaolarni yesa ham bo'larmikin? Yo'q, bo'lmas ekan. O'ylaymanki, bug'doylar o'sib chiqqan. Qani. Bro. Ko'proq ozuqa topishning faqatgina bitta yo'li bor. Bu Minecraft o'yiniga albatta qo'l keladi. Buning tabiatga ham zarari yo'q. Menimcha ko'pchiligingiz buni bilmasangiz kerak. Axir bu juda ham sirli qishloq. Qani bu yoqqa kel. Jin ursin, mana endi va nihoyat och qolmayman. Hozircha menda yetarlicha ozuqa bor. Bechora pechka ovqat yo'qligidan chang bosib ketgan edi. Men bu yerdagi sigirlar podasini qirib tashladim. Mana endi menda ham go'sht bor. Buning uchun Minecraft o'yinchilaridan uzr so'rayman. Men sizlar bilan ikkinchi qismda ko'rishib turganimdan xursandman va nihoyat men uyimni qurib bitqazaman. Mana bunisi kim bo'ldi? Nima balo, sen derazadan poylab o'tiribsanmi? Yoki sen nimanidir sotmoqchimisan? Beradigan buyumlaring musorga teng. Kel, men mana bu yerga chuqur kavlayman-da, seni mana shu yerga ko'maman la'nati. Jin ursin, u eshagini olib qochyapti. Qani, jin ursin, derazadan oshib tushib bilmadim. Sen mana bu yerga eshagingni tashlab ketaverasanmi? Uni menga keragi yo'q. Bo'lmasa men eshagingni sotib yuboraman. Sen unday qila olmaysan. Qurbon gul. Bah. La'nati, bu eshak gapga tushunar ekan. La'nati savdogar. Men uy qurishni boshlashimdan oldin zirhli kiyimimni yangilab olishim kerak. Keyin esa menga instrumentlar kerak bo'ladi. Hozircha menda 3 ta olmos bor. Kelinglar buni to'g'rilaymiz. Yana bir nechta kirka tayyorlaymiz. Har ehtimolga qarshi bolta ham kerak bo'ladi. Mana endi olg'a. Biz birinchi navbatda g'or topishimiz kerak. Mana buni teshik desa bo'ladi. Jin ursin, yana shunaqa g'or tushdimi? Yo tavba. Menimcha bu g'orlar meni kuzatib yuribdi. Menimcha mana bu g'or, bu yerda vulqon bor ekanmi? Bu yerga bir chelak suv to'kamiz. Mana bu yerga ham bir chelak. Voy billa. Jin ursin, sal qolsa vulqonga kuyib ketardim. Jin ursin, bugun menga nima bo'lyapti o'zi? Xo'sh, qani bilmasam ishga kirishamiz. Ko'raylikchi bugun nima tushadi. Mana bu g'orning ichida begona o't o'syaptimi? Jin ursin, u mening uyimning tagida ekan, lekin ko'rinishi juda ham chiroyli ekan. Havosi ham toza ekan. Menimcha bu ham bioma bo'lsa kerak. Lekin men buni qachon uchratgan edim o'zi? Balkim birinchi qismda edimi? Menimcha bu deja-vu bo'lsa kerak. Sizlar e'tibor bermanglar, biz ikkinchi dublni syomka qilyapmiz. Albatta ozgina bo'lsa ham xatolik bo'ladi-da. Lekin bu yer